Tobingiz qochdi, lekin to'g'ri shifoxonani topishda qiynalyapsizmi? Koreyscha shifoxona belgilarini o'qishda qiynalyapsizmi? Qattiq yo'tal yoki balg'am bo'lsa, oilaviy tibbiyot, 가정의학과, otolaringologiya, 이비인후과, ichki kasalliklar. 내과, Agar doimiy diareya bo'lsa, ichki kasalliklar. 내과, Jiddiy burun qon ketishi bo'lganida, otolaringologiya, 이비인후과, ichki kasalliklar. 내과, Tomoq og'rig'i yoki sinus sovuq bo'lsa, otolaringologiya. 이비인후과, Burun bitib qolganda va bosh og'riganda, otolaringologiya. 이비인후과, Ko'zlaringiz xiralashganda yoki begona moddalar ko'zingizga kirganida, oftalmologiya. 안과, Ko'rish qobiliyati yomonlashganda yoki ko'zlaringiz charchaganida, oilaviy tibbiyot, 가정의학과, oftalmologiya. 안과, Suyak og'rig'ini, bo'g'im cho'zilishini sezganingizda, ortopedik jarrohlik. 정형외과, Qo'llaringiz va oyoqlaringiz tez-tez uyushganda, uxlaganda, neyroxirurgiya. 신경외과, Agar gemoroy yoki anal oqish, fistula bo'lsa, jarrohlik, 외과, anal jarrohlik. 항외과, Faqat ayollarda ko'krak qafasida og'riq bo'lganda, jarrohlik, 외과, ko'krak jarrohligi. 유외과, Qazg'oq yoki toshma bo'lganda, dermatologiya. 피부과, Barmoqlaringiz titrayotganida va yuzingizning bir tomoni falaj bo'lsa, neyroxirurgiya. 신경외과, Qorinning pastki qismi og'riganida, akusherlik va ginekologiya. 산부인과, Kuyishlar paydo bo'lganda, ortopedik jarrohlik, 정형외과, neyroxirurgiya, 신경외과, dermatologiya. 피부과, Ko'zlaringiz xiralashganda, ichki kasalliklar. 내과, Agar siz muvozanatni saqlay olmasangiz va yiqilib ketganingizni his qilsangiz, nevrologiya. 신경외과, Va hushingizdan ketish darajasigacha boshingiz aylanganda, otolaringologiya. 이비인후과, Favqulodda vaziyatda darhol 119 raqamiga qo'ng'iroq qiling.